Tak yana mana hozir mana bunaqa batareya keldi. Tak mana bu ichi. Hamma yecheykalari razbalans bo'lgan. Hammasi bitta mana bu yecheyka даже 3.5 ga chiqib ketgan. То есть zaradda to'xtamasa 3.4 ko'rsatish kerak. 3.4 4 ko'pi bilan 3.5 ko'rsatyapti. Qolganlari 3.2, 3.3 past har xil razbalansga tushgan. O'zi balansировkaga qo'ydik. Siz balansировkaga to'xtabdi. O'zi razbalans qiladi. Lekin bu amperi katta bo'lganligi uchun bu batareykani vaqt ko'p kerak bo'ladi. Egasi hali shu yerda turibdi, ana egasi ko'rib kelyapti o'zi. Qarab turaman dedi, razbalans bo'lgancha keyin buni almashtirib beramiz BMSni. BMS bu yerda arzonni qo'ygan. Arzon BMS qo'ygan. O'zi buni uladik razbalans qilib taylaydi. Balansirovka qiladi.